Assalomu alaykum. Efirda Sirdaryo viloyatining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotini o'zida jamlagan Diyor yangiliklar informatsion dasturi. Tanishing, bugun dasturimizda Sirdaryo viloyati hokimligida hokimlik soati o'tkazildi. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqasi yangi nomlarni kashf etmoqda. Sirdaryolik yoshlar xorijiy tillarni o'rganishda yetakchi o'rinlarda. Xorij sahnasidagi muhim yangiliklar va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Sirdaryo viloyati hokimligida hokimlik soati o'tkazildi. Jarayonda viloyatimiz ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga oid bir qator masalalar ko'rib chiqildi. Dastlab shu haqda Hokimlik soatida dastlab yangi tayinlovlar e'lon qilindi. Unga ko'ra Bekmurod Akbarov Sirdaryo sanoat kooperatsiyasi va Davlat xaridlari agentligining Sirdaryo viloyati sanoat kooperatsiyasi bo'yicha loyiha ofisi rahbari lavozimiga hamda Bekzod Berdiyev Sirdaryo viloyati transport boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Shundan so'ng kun tartibiga kiritilgan masalalarga o'tildi. Ijro.go.uz elektron portaliga aprel oyida 345 ta murojaat kelib tushgan. Shu kunga qadar ushbu masalalarning 75% ijobiy hal etilgan. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov ijrosi kechikayotgan muammolarning yechimi yuzasidan mas'ullarning axborotini eshitdi. Mavjud masalalarni tezkorlik bilan hal etish vazifasi yuklatildi. Shuningdek, viloyat rahbarining Telegram saytiga xotin-qizlar masalasida 1044 ta murojaat kelib tushgan. Ushbu masalalarning 344 tasi hal etilmagan. Viloyat rahbari mazkur ishlarni bajarishda sustkashlik qilgan mas'ullar faoliyatini tanqid qildi. Navbatdagi masalada xalq deputatlari, viloyat, tuman, shahar kengashlari deputatlarining deputatlik so'rovlari ijrosi ko'rib chiqildi. Bugungi hokimlik soatida viloyatimizdagi 270 nafar mahalliy kengash deputatlari tomonidan yuborilgan so'rovlar va uning ijrosi batafsil muhokama qilindi. Ma'lum bo'ldiki, birinchi chorak davomida deputatlarimiz tomonidan turli masalalarda 463 ta so'rov yuborilgan. Afsuski, uning faqatgina 40% ijro qilingan. Mana shu ijro qilinmagan har bir so'rov bo'yicha viloyatimiz hokimi mas'ul rahbarlardan hisobot so'radilar va muddat berildi. Biz deputatlar bundan keyin ham mana shu xalqimiz ko'targan masalalarni viloyat rahbariyatiga, qolaversa har bir mas'ul rahbarlarga yetkazishda o'z mas'uliyatimizni unutmaymiz. Hokimlik soatida shuningdek turizm obyektlarining holati, pitomniklar tashkil etish borasidagi ishlar, nogironligi bor shaxslarning bandligini ta'minlash hamda driver loyihalarini amalga oshirish borasidagi ishlar ham ko'rib chiqildi.